cho'lg'oq maxluq burnining oqibati. Go'o, bu sening chiqqaning parchasidir. Bu yaning? Yoki bu yaningmi? Bu yerni o'xshaydi. Qarmoqqa shunda taqiladi. Qara, men g'alati maxluq mashina odamini qurashtirdim. Apla, mashina odamni cho'vatdi. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ladi. Hey, bu cho'lg'an g'alati maxluq ekan. Yaxshimisiz cho'lg'an g'alati maxluq. Yaxshimizlar g'alati maxluq matematika aytirdilar. Opla, quloqim tushib qoldi. Cho'lg'an g'alati maxluq doim parchanib ketadi. Sizga qanday yordam qilamiz? Men yo'lda o'tgan edim. Noyta g'alati bir maxluq bilan uzishib keldik. Ondan shuning bilan men o'rnimda turdim. Biroq mening burnim yo'q turdi. Ha? Rastalla burni yo'q-ku. Ansirmang cho'lg'oq g'alati maxluq. G'alati maxluq matematika aytirdilar. Hozir yo'lga chiqadi. Cho'qim sizga burningizni tepib beramiz. Bak yaxshi bo'ldi. Tezroq kelinglar. Ojon. Biz cho'lg'an maxluqning burnini tepishimiz kerak. Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida payini bal qila olamiz. Shunday, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika aytirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartni so'zi 3 so'zgan. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangla. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Hozir demaysan go'vo, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andinligin. Ma'qul Lili. Mayli, g'alati maxluq matematika aytirdi. Cho'lg'oq maxluqning burnini topqilib boraylik. Cho'lg'oq maxluq, undaqda siz burningizni eng oxir qatim ko'rgan vaqtingiz qachon? Mening yuzimda, meningcha uning o'rni bu yerda turganda ko'rgan qo'dayman. Men topdim. Men sizning burningizni topdim. Rahmat Guvo. Bo'ladi. Biroq bu mening burnim emas ekan. Bu qarmoqqa boshqalar tashlab etgan g'alati maxluq pichanisining ust tarafiga o'xshaydi ekan. G'alati maxluq pichanisi? Biz yeb chiqqan g'alati maxluq pichanisi yeyishni bek yaxshi ko'ramiz. Voy dotlar, axlatlarni yesanglar bo'lmaydi. U narsani men vaqtincha burnimning o'rniga qo'yib tursam bo'ladimi? Ixtiyoringiz. Har holda bo'ladi ekan. Biroq mening haqiqiy burnimni topqim bor. Haqiqiy burnim zodi qayerga ketgandi? Yaxshiroq o'ylab beqing. Siz bo'yturqi g'alati bo'lgan maxluqqa usib olib burningiz yo'qolib ketdi degandingiz. Balki bu g'alati maxluq burningizni qayerga ketganligini bilishi mumkin. To'g'ri, balkim shundoq. Bizga u maxluqning qanday ekanligini tasvirlab bera olamsiz? Uning bedini tashlab etgan sandiqqa o'xshaydi. Uning yana ondan kondirab ketgan velosiped qo'ng'iriqi, yana yerilib ketgan balon, kondirab abjiga chiqib ketgan cho'tkisi. To'xtang. Dappaginingizdan uning zoti qanday maxluq ekanligini faqatla bilmadim. To'g'ri, anglamoq xuddi bir dova axlatga o'xshaydi ekan. Kimning bizga yordam bera oladiganligini bildim. U bo'lsa g'alati maxluq matematika ko'rish ekrani. Bo'ldi. Bo'yturqi g'alati bo'lgan maxluq uning badini tashlab etgan sandiqqa o'xshaydi. Qaranglar, biz uningdan qandayroq maxluq ekanligini bildik. Cho'lg'an maxluq uning yana qanday qolaydigi bor? Uning yana kondirab ketgan velosiped qo'ng'iriqi bor. Dal shundoq, bildim. Uning yana yerilib ketgan baloni bor. Dal shundoq, bo'ldi. Ondan yana kondirab abjiga chiqib ketgan cho'tkisi bor. Dal shundoq bo'ldi. Moskammidi? Demak, Moslaviyada bunday g'alati maxluq yo'q degan gap. Ma'qul. U g'alati maxluqning taqib turiqi bunday emas. Biroq biz tasvirlangan bo'yicha qildik-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Biroq bir yerlari o'xshamay turdi. Biz nimani xato qildik? Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi?
Bu bizning g'alati maqluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Ko'pchilik tayyorlig'ini tutdimi? Birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Qaranglar, g'alati maqluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Bu g'alati maqluqning oldi tarafida g'alati burni bor. Xuddi pilning xurtumiga o'xshaydi. Yon tarafida bo'lsa ikki tal qo'li bor bo'lib, xuddi inchik tayoqqa o'xshaydi. Keyin tarafida bo'lsa cho'ng o'zgacha quyrug'i bor bo'lib, xuddi shamoldirg'ichga o'xshaydi. Bu g'alati maqluq qo'l bilan otib qo'yishdi. Xayr xo'sh. Vau, bu bizga 5 cho'ng yerdan bo'ldi. Biz oldi taraf, keyin taraf va yon taraflarning qayerda bo'lganligini bilib oldik. Biz oldi taraf, keyin taraf va yon taraflarni bilib oldik. Meningcha endi u g'alati maqluqning qandoq ekanligini bilalaydigan bo'ldik. Oldi taraf, keyin taraf va yon taraf matematika eskartma so'z bo'lgandikin. Biz g'alati maqluq matematika foydalanmaylik. Oy! Bo'ladi. Ilqi g'alati maqluqning vatan turqi tashlayotgan sanduqqa o'xshaydi. To'g'ri, yana uning ko'ndirab ketgan velosiped qo'ng'irog'i bor. Siz bizga o ko'ndirib ketgan velosiped qo'ng'irog'ining qayerga joylashganligini aniqlab bera olamsiz? Bu yon tarafdami? Yo'q. Yo'q, bu orqa tarafdami? U yo'q. Yan tarafidami bo'lmasa, keyin tarafidami bo'lmasa, undaqda qayerda bo'lishi mumkin? Ha, to'g'ri, oldi tarafda. Dal shu yerda, oldi tarafida. Andin, yelib ketgan balonning o'rni qayerda? Esimda yo'q, biroq mening esimda qolishicha, bu uning biliki. Sizlarcha biliki qayerda bo'ladi? Yon tarafdami? Biz sinab boqaylik. To'g'ri, dal shundoq. Undaqda Konrad abjiga chiqib ketgan cho'tkischi. Oldi tarafdami? Keyin tarafdami? Yoki yon tarafdami? Keyin tarafida. Xuddi quyruqqa o'xshaydi-ku. Dal o'zi shu, dal mushu g'alati maqluq meni soqavatgan. Bek yaxshi bo'ldi, g'alati maqluq mos keldi. O qanday g'alati maqluq bo'lib ketdi endi? Uning hamma qismlari dal joyiga udilib keldi. Uning kim ekanligini men bilaman. U bo'lsa keraksiz g'alati maqluqi. Ha, men uning ismini anglagan. Keraksiz g'alati maqluqning badani keraksiz axlatlardan tuzilgan. Uni qayerda turganligini bilamsizlar? Anglashimcha, u Muslaviyadagi eng sisiq do'konning keyinda turamish. U qaysi do'konda? Ha, men bilaman. U basi do'koni. U yer bak sesiq. Go'vo, yaraysan. Bo'ladi, g'alati maqluq matematika atrofidaglar Muslaviyadagi eng sesiq do'konga boraylik. Nima sesiq? Bu basi do'koni. Muslaviyadagi eng sesiq do'kon. Biroq men o keraksiz g'alati maqluqni ko'rmadim-ku. Lili, u g'alati maqluqning do'konning keyinda turganligini deyapti, shundaqmi? Shunda. Keyin taraf. Keyin taraf qayer? Bo'ladi, biz g'alati maqluqning keyin tarafini bilamiz. Biroq uy imoratlarini-chi? Sizlar raqamli g'alati maqluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maqluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Oldi taraf, keyin taraf, yon taraf. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1 2 3 Oldi taraf, yon taraf, keyin taraf. Qaranglar, g'alati maqluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. G'alati maqluq uyning oldi tarafida bir cho'ng burun bor. Yon tarafidagi eshikda echilib, yepilib turadigan qo'liqi bor. G'alati maqluq uyning keyin tarafida put barmoqlari bor. Yomg'ir yog'di. Ha, g'alati maqluqning uyiga qaytadigan vaqti bo'ldi. Bizga 5 cho'ng yardım bo'ldi. Xuddi g'alati maqluqdimi bo'lganga o'xshash uy imoratlarining oldi tarafi, keyin tarafi va yon tarafi borligini bilib oldik. Undaqda basi do'konning keyin tarafi qayer? Keyin tarafdagini men sen ko'ramaydigan tarafni ko'rsatdi. Undaqda biz keyin tarafga boraylik. Vau, menimcha bu o'yinning keyin tarafi ekan. Biroq men o keraksiz g'alati maqluqni ko'rmadim-ku. Bu yerda faqat axlatlar bor ekan. Menimcha bu axlat dal o'zi shu. Keraksiz g'alati maqluq. Keraksiz g'alati maqluq. Sizni axir topdik. Siz cho'g'ilgan g'alati maqluqning burnini ko'rdingizmi? Qanaraqdi? Yulduz shakllik edi.
O dala şununla o'xshash. O mening burnimkan. O mening qo'rsqimdagi kunupka. Men o'zim shundaroq taqildim. Sizga usib olgandan keyin ilgirki kunupka yo'qtirdi. Ondan keyin men buni tepib oldim. Sizning qo'sqingizga kunupka qandaroqdi? Ha, nihoyat uzoq turib qolgan pechenni ustiga o'xshaydi. Ha, dal oshniga o'xshaydi. Sizmi menga o'xshash o'yladingizmi? Keraksiz g'alati maxluq. Meningcha siz cho'lg'an maxluqiga usib olgandan keyin uning burnini xato ilyapsiz. Sizmi uning qo'sqidagi kunupkani xato ilyapsiz? Bo'ladi. Tushundingizmi? Amisa almashtirib olaylikmi? Bo'ladi. Vay, men yana ilgirki oltimga qayta oldim. Mana shu. Voyjon. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atrofdagilar. Biz cho'lg'an maxluqning burnini tepishga yordam qila oldik. Biz oldi taraf, keyin taraf va yon tarafdagi matematika bilimlarini o'rgangandan keyin g'alaba qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangrtayli. Biz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimlarini g'alaba qildik.